24 saatning ichida bo'yidan ajrab ketibdi. Alloh uchun doktorxonaga tekshirib kelib berib, bundaq ikki qizni ko'rdim. Ikkisi mushu hujayra xarakterli jinsiy yo'l kasalligi bilan yuqumlanib, 24 soat qanmayla bo'yidan ajrab ketibdi. Endi bu kasallikning shakllanishi sababi nima desanglar, doktorning deyishicha, mushu homildor mezgilimizda badinimizdan keladigan ajralmalar intayin ko'payib ketdi. Kelgan ajralmalarni vaqtida bir taraf qilmagan vaqtida asonlar bakteriya to'pini shakllantirib, jinsiy yo'l yuqumlanishini keltirib chiqardi ekan. Undan sir bevosita holatda baletga ta'sir ko'rsatgan, buzoqdagi homiylikka ta'sir ko'rsatgan. Undan sir ish kiyimlarimizni to'g'ri usulda yuvmagandimi, yana ham yuqma, yana o'xshashdan bir xil yuqumlanish ahvollari kelib chiqargan. Doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ish kiyim yuvgan vaqtimizda oldi bilan kichik bir pakistasini birini tayyorlab, uning ustiga 40 graduslik ilman suv, hatto qiziq sovuq emas ilman suv quyib, uning ustiga rasmiy, haqiqiy turda ish kiyimdagi bakteriyani yo'qitib bera oladigan ish kiyimni suyuqlikni to'kib, tashi bir aralashtirayotgandan keyin anda ish kiyimimizni quyib 2 minut atrofida chilab qo'ydik ekanmiz. Chilab bo'lgandan keyin yaxshi uvlab yuvib, nechirak pak suvda chayqab qilsak, andan bu pak so'g'an bo'ldi ekan. Doktor menga tavsiya qilgan hamda o'zim izchil ishlatayotgan, mana bu tayshu maman bilsizlarga maxsus amillarni qilib narsalarni ishlab chiqardim. Ammo tarkibidagi bu faza techuya degan maxsus ish kiyimdagi bakteriyani 99% unumda yo'qitib bera oladigan unumi bor. Mana da ish kiyimni yuvgandan sirt yana bu vaqtlarimizning kiyimini yuvishga intayin mos keldi. Bir oylik ishlar o'rtaq ishlatalaymiz. Hozir mendan palet qotdi, ehtiyojinglar olib qolsa, seri qaradan setasanlar bo'ldi.